Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, kunni yaxshi o'tkazasizlar, charchab qolmadinglarmi? Sizlarga o'sha ancha oldin aytgan belli gigantni faqat naslchilik yo'nalishidagi katta gigant qapasimiz bor deganni. O'sha qapasimiz tayyor bo'ldi, xudo xolisa, Samarqandlik akamizga chiqarib yuryapmiz. Doyam bittami katta qapaschi? Malades. Mana katta qapasimiz to'liq jihozlangan, orqasi 25 sm. Bu burchakgacha, ya'ni eni 85 sm, oldi 32 sm. Bu 4 ta qavatli, oyoqlari doполнительный noshkali, keyin patnislari ikkiga bo'lib ishlangan. Sababi endi bu juda ham katta bo'lganligi uchun tozalashga qulay bo'lishi uchun mana shu ikkiga bo'lib ishlatdik. Bu qapaslarimiz to'liq jihozlangan, keyin faqat naslchilik yo'nalishida. Belli gigant zotlarini ko'rgan bo'lsanglar, patlari to'kilib xunuk bo'lib ketadi-ku. Bunda xudo xolisa unaqa bo'lmaydi-ki, sababi bunda yetarlicha mana ichkari balandliklarini ham qaranglar, bu yerda yetarlicha bedanalarga o'sha ham balandlik jihatidan, ham kengligi jihatidan yetarlicha joy bor. Karmushkalarimiz tomoq kesmaydigan qilib valsovka qilib ishlangan. Karmushkani qo'yishinglar bilan eshikchasi yopilib qoladi. Mana valsovka qilib ishlangan bo'ladi. Mana oldi tomoni yem qaytargich 2 sm bortigi bor. Keyin juda ham qalin setkalardan ishlatilgan, ancha qalin. Bu 3-4 stenka. Juda ham qalin stenkalar ishlatilgan. Bu xudo xolisa ancha yil xizmat qilib beradi sizlarga. Keyin buni tepasiga yaxlit patnis qo'yib yuborganmiz, suv idishlari ham bor. Har tomonlama mukammalda. Mana shu belli gigantlar uchun mazza qilib buni o'sha naslchilikka belli gigant boqayotgan fermer akalarimiz bilishadi. Mana orqa tomonlarni qo'shib turing to'yim. Mana orqa tomonlari ham paylkalari xohlagan razmeriga o'zgartiriladigan qilib elastik ishlanganlardan ishlangan. Mana xohlagan razmeriga o'zgartiradi. Juda ham yirik gigant bo'ldi. Agar mabodo kimgadir kerak bo'lib qolsa, xizmatdamiz. Liboy mahal telefon qilib zakaz beraverasizlar. Keyin buni bir qavati 8000 so'mdan chiqadi. Sababi qaranglar. Bu eniga 85 sm, balandligi orqa tomoni 25, oldi tomoni 32 sm. Qalin atsenkovka xromirованный setkalardan ishlatilgan. Bu ancha uzoq yil xudo xolisa xizmat qilib beradi sizlarga. Bu bir qavat 8000 so'mdan. Mana shu turishi hozir 3.200.000 so'm. To'liq jihozlangan suv idishlari bilan. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hammalarga rahmat.